Assalomu alaykum futbol ixlosmandlari, e'tiboringiz markazida futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan O'zbek futboli kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Qadrli do'stlar, mana shu kichik mehnatimizni qadrlagan holda ushbu kanalimizga bir dona like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Siz uchun arzimagan bu ish biz uchun juda ham muhim. Qadrli do'stlar, bizning kanalimizda hech qanday pornografik yoki qimorga targ'ib qiluvchi reklamalar chiqmaydi. Shuning uchun iltimos obuna bo'lib bizni qo'llab-quvvatlashni unutmang. Biz esa bugungi dasturimizni boshladik. Qadrli do'stlar, kecha Manchester City va Leeds o'rtasidagi uchrashuv bo'lib o'tdi. Ushbu uchrashuvda Manchester City kichik hisobda Bruno hisobida Leeds jamoasini mag'lubiyatga uchratdi. Juda muhim bo'lgan g'alabani Manchester City qo'lga kiritdi. Ushbu o'yin oldidan jurnalistlar tomonidan mana shunday muhim pallada Gvardioladan Ramazon oyida ro'za tutayotgan Manchester Cityning musulmon futbolchilari bu talablarni qanday bajarayotgani haqida savol berishdi. Ular o'z diniy an'analarini amal qilishadi va albatta bizda jamoa ehtiyojlariga moslashadigan yaxshi detologlar bor. Menimcha ular futbolchilar bunaqa sharoitda ishlashganiga ko'nikkan. Ular yosh bola emas. Bu vaqtida yillar davomida mana shu holatda o'ynab kelgan. Uchrashuv uchun tarkib tanlashda Ramazon ro'zasi davri hisobga olinmaydi. Ro'zador o'yinchilarga yaxshi g'amxo'rlik qiladigan va bunday vaziyatlarda ular qanday harakat qilishini bilishadi, dedi Josep Gvardiola. Ekspertlarning ta'kidlashicha, so'nggi paytda Josep Gvardiola boshchiligidagi murabbiylar shtabi uchrashuvlardan keyin futbolchilarning to'liq tiklanishi va hordiq chiqarish uchun barcha chora-tadbirlarni qo'llamoqda. Bu masalada yuqori darajada e'tibor qaratilmoqda deb fikr bildirgan Manchester City Extra.com.uk sayti ekspertlari. Qadrli do'stlar, albatta hamyurtimiz Abduqodir Husanov ham hozir ro'za tutmoqda. Nima bo'lganda ham hamyurtimiz Abduqodir Husanovning sog'lig'iga yaxshiroq e'tibor qaratishadi. Albatta do'stlar, nima bo'lganda ham hamyurtimiz Abduqodir Husanovga omad tilagan holda kommentariyaga tushib, Olg'a O'zbekiston, Olg'a Abduqodir Husanov deb yozib qo'yishni unutmang do'stlar. Roma muhim o'yin oldidan Eldor Shomurodovni esladi. Roma o'zining ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifasida Eldor Shomurodovni tilga oldi. Gap shundaki, rimliklar A Seriyaning 27-turida o'z uyida Yuventusga qarshi maydonga tushadi. Ushbu bahs oldidan klub turnirliklar darvozasini ishg'ol qilgan Eldorning golini eslab o'tdi. Eldor Shomurodov Olimpico stadionida so'nggi golini Yuventusga kiritgan deb yozdi klub matbuot xizmatida, ya'ni buni Instagram sahifadagi videolar bo'limiga joyladi. Ma'lumot uchun aytib o'taman, o'zbekistonlik hujumchi bo'rilar safida 85 ta uchrashuvda maydonga tushib, 13 ta gol va 11 ta assistni o'z hisobiga yozdirib qo'ygan. Ayni paytda u Turkiyaning Istanbul Başakşehir jamoasi safida to'p tepmoqda. Qadrli do'stlar, mana shu videoning kommentariyasiga kirganimda juda ham ko'p Roma muxlislari Eldor Shomurodovni sog'ingani va Eldorga nisbatan Roma nohaqlik qilganligi to'g'risida juda ham ko'p kommentariya yozishgan. Albatta do'stlar, Eldorga nohaqlik qilgani to'g'risida faqat o'zbekistonlik muxlislar o'rtasida kelishmovchilik kelib chiqardi, ammo Roma muxlislari ham mana shu e'tirozni aytib o'tishdi. Juda ham ko'p odam Eldorni sog'ingani va Eldorni Romaga yana qaytarish kerak degan kommentariyalar ham yozishibdi. Albatta do'stlar, hamyurtimiz Eldor Shomurodovga bunday e'tibor qaratish hamyurtimizning juda ham muhim o'yinchi ekanligini ko'rsatib qo'yadi. Nima deb o'ylaysiz do'stlar? Kelajakda Eldor Shomurodov yana Romaga qaytishi mumkinmi? Hozirda hamyurtimizga nafaqat Roma jamoasi, balki Yevropadagi top klublardan biri Yuventus ham qiziqish bildirayotganligi to'g'risida manbalar ma'lumot chiqarmoqda. Nima deb o'ylaysiz do'stlar? Hamyurtimiz Eldor Shomurodov boshqa jamoaga o'tganda aynan Yuventusga o'tgani yaxshiroqmi yoki Romaga qaytganimi? Nima bo'lganda ham o'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Eldor Shomurodovga kelgusi o'yinlarda omad tilagan holda kommentariyaga tushib, Olg'a O'zbekiston, Olg'a Eldor Shomurodov deb yozib qo'yishni unutmang do'stlar. Mana do'stlar, bugungi videoda yetkazmoqchi bo'lgan yangiliklarimiz mana shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, o'zingizni ehtiyot qiling. O'zbek futboli kanalimizdan uzoqlashmang. Qadrli do'stlar, eng tezkor chiqayotgan yangiliklar uchun albatta kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ysangiz har kunlik yangiliklardan bexabar qolmaysiz. Xayr do'stlar, keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling. O'zbek futboli kanalimizdan uzoqlashmang. Tez orada ko'rishguncha do'stlar.